Samolyot okean o'rtasiga qo'na oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Agar parvozlarni kuzatish xaritasiga nazar tashlasangiz, Atlantika va Tinch okeani ustida ko'plab samolyotlarning harakatini ko'rasiz. Bu parvozlar zarur bo'lganda yaqindagi aeroportlarga yetib borish mumkin bo'lgan yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Ammo agar kutilmagan favqulodda holat yuz bersa nima bo'ladi? Bu holatda so'nggi chora suvga qo'nish va bu yerda omon qolish okeanning tinchligi, uchuvchining mahorati hamda biroz omadga ham bog'liq. Endi sizga yer yuzida shunday favqulodda holatlar uchun qurilgan bir nechta olis aerodromlar haqida aytaman. Masalan, Azor orollaridagi Laxesi harbiy havo bazasi, Hind okeanidagi Diego Garcia, Gavayi yaqinidagi Midway Atolli hamda Chilidan uzoqda joylashgan Pashxa oroli kabilar tijorat samolyotlari uchun favqulodda qo'nish joylari sifatida xizmat qiladi. Bu aerodromlar avval harbiy maqsadlarda qurilgan bo'lsa-da, bugungi kunda dvigatel muammosi, yoqilg'i sizishi yoki tibbiy favqulodda holatlar kabi vaziyatlarda foydalanish uchun zaxira variant bo'lib xizmat qilmoqda. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.